17-SDG barqaror rivojlanish maqsadlari yo'lida hamkorlik Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish kun tartibida barcha boshqa maqsadlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan asosiy tayanch mexanizm sifatida e'tirof etiladi. Ushbu maqsad davlatlar, ta'lim muassasalari, ilmiy markazlar va xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi uzoq muddatli, tizimli va o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishni ko'zda tutadi. SDG 17 barqaror rivojlanishga erishishda bilim almashinuvi, institutsional salohiyatni mustahkamlash, texnologiyalar transferi hamda xalqaro tajribani integrallashtirishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilaydi. Mazkur maqsad doirasida Termiz iqtisodiyot va servis universitetida xalqaro hamkorlikni sifatli ta'limni rivojlantirishga yo'naltirilgan holda olib borish maqsad qilib qo'yilgan. Universitet hozirgacha Indoneziya, Koreya, Turkiya, Yaponiya, Xitoy va Ozarbayjonning nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan yo'lga qo'yilgan akademik aloqalar orqali talabalar va professor o'qituvchilar almashinuvi, qo'shma dastur ta'lim dasturlarini hamda xalqaro ilmiy konferensiyalarni amalga oshirib, shu vaqtgacha 20 dan ortiq hamkorlik memorandumlarini imzolagan bo'lsa, 5 dan ortiq qo'shma ta'lim dasturini muvaffaqiyatli yo'lga qo'ygan. SDG 4 sifatli ta'lim maqsadiga amaliy hissa sifatida hamkorliklar ta'lim mazmunini xalqaro standartlar asosida yangilash, zamonaviy va fan texnologiyalarini o'quv jarayoniga integratsiya qilish hamda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qilmoqda. Universitet INTIAS xalqaro sertifikatiga ega bo'lishi, tibbiyot yo'nalishlarida World Directory of Medical Schools dan ro'yxatdan o'tishi sifatli ta'lim ta'minlanayotganligidan darak beradi. Shu bilan birga universitetning tibbiyot yo'nalishidagi xalqaro hamkorliklari SDG 3, ya'ni sog'lom hayot va farovonlik bilan bevosita bog'liqdir. Xususan, tibbiyot fakultetida talabalar va professor o'qituvchilarning xorijiy oliy ta'lim muassasalari va klinikalarga tashriflari, stajirovkalari, sport tibbiyoti, fiziologiya va zamonaviy davolash texnologiyalari bo'yicha tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlarda hamda Servans shifoxonasida robotlashtirilgan davolash usullari bilan tanishuvi, sog'liqni saqlash sohasida innovatsion bilim va tajribalarni joriy etishga zamin yaratmoqda. Bu jarayon tibbiyot ta'limini sifatini oshirish bilan birga sog'lom jamiyatni shakllantirishga qaratilgan barqaror yondashuvni mustahkamlaydi. Universitet faoliyatida ekologik barqarorlik masalalari ham alohida o'rin tutadi. SDG 13 iqlim o'zgarishiga qarshi kurash maqsadlari bilan uyg'un tarzda biz yashil transformatsiya va barqaror rivojlanish mavzulariga bag'ishlangan xalqaro kongresslar, shuningdek universitetning Green Matrix World University Ranking tizimida e'tirof etilishi TUSUda ekologik mas'uliyat va barqaror boshqaruv tamoyillarining institutsional darajada joriy etilganligini ko'rsatadi. Bu tashabbuslar iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda ta'lim va ilm-fanning muhim rolini amalda namoyon etadi. Bundan tashqari, Termiz iqtisodiyot va servis universitetida olib borilayotgan xalqaro akademik va ilmiy hamkorliklar SDG 16 tinchlik, adolat va samarali institutlar maqsadlariga ham mos keladi. Universitetlararo memorandumlar, shaffof hamkorlik mexanizmlari, akademik boshqaruvda xalqaro tajribaning qo'llanilishi hamda yoshlarning global ta'lim muhitida ishtiroki samarali institutlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu jarayonlar ochiq muloqot, ishonch va akademik halollik tamoyillariga asoslangan barqaror hamkorlik muhitini yaratmoqda. Xulosa qilib aytganda, Termiz iqtisodiyot va servis universiteti tomonidan amalga oshirilayotgan ta'lim, tibbiyot, ekologiya va institutsional rivojlanishga qaratilgan xalqaro tashabbuslar SDG 3, 4, 13 va 16 maqsadlarini o'zaro bog'liq holda ro'yobga chiqarib, SDG 17 doirasida samarali hamkorlikning amaliy modelini shakllantirmoqda. Bu esa universitetda mintaqaviy va xalqaro miqyosda barqaror rivojlanish jarayonlarining faol ishtirokchisiga aylantirmoqda.